5 kvadrat xonam bor, laminat qildirmoqchi bo'lsam, menga necha pulga tushadi aka? Bo'ldi, hozir men sizga hisoblab beraman. Ungacha bitta like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Albatta foydali bo'ladi. 5 kvadrat xonamizni kvadratga hisoblaydigan bo'lsak, bu 20 kvadrat bo'lar ekan. Xo'p, unga qo'shamiz laminat. Laminatimizni 7 ligini narxi 60 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, buni ko'paytiramiz 60 ga 1 million 200 ming so'm bo'lyapti. Endi usta haqqini qo'shadigan bo'lsak, xo'p, kvadratiga 35 ming so'mdan qilib berishadi. 20 kvadrati 700 ming so'm bo'ladi. Shunda, xo'p, 1 million 900 ming so'm bo'ldi. Endi unga qo'shimcha plintuslar kerak bo'ladi. Mayda chudelari bilan 8 ta plintus ketadigan bo'lsa, buni narxi 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, umumiy summamiz 2 million so'm bo'lyapti. Sintefonini qo'shmadim. Nimagaki siz do'konimizdan necha kvadrat laminat oladigan bo'lsangiz, shuncha kvadrat sintefoni tekinga bonusga qo'shib beriladi. Shunda umumiy 2 million so'mga uyingiz 5 kvadratxonangiz bityapti. Agar siz ham uyingizni laminat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, do'konimizda 7 lik, 8 lik variantlarimiz bor. Bona firmasidan, Coco Flooring firmasidan. Endi qarang, buni chekkasiga stiklarga keladigan bo'lsangiz, shag'amli bo'ladi. 5 yopning o'rnatgan paytingizda umuman stigi bilinmaydigan varianti. Sifatiga keladigan bo'lsangiz, sifati 10 yillab, 20 yillab sizga beminnat xizmat qilib beradi. Nimaga unaqa deyapman? Buni sizda oyoq kiyimda, poshnada yuradigan bo'lsangiz ham umuman chizilmaydi, qirilmaydi. Uzoq yillar sifatini yo'qotmasdan xizmatingizni qilib beradi. Agar siz uyingizga, xonadoningizga xuddi shunaqa laminatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Elite Stroyga murojaat qilsangiz bo'ladi.